Şimali Atlantik Ehdi Təşkilatı Xitayning bexatarlik va demokratiyaga selayotgan sistemli xirsi tufaylidan uning yer shariga ta'siri va majburlash siyosatini tunji qatim o'zining yangi strategiya tasavvuriga kirgizgan. Shia-ning bosh katibi Stoltenberg 7 aprel o'tkazgan axborot yig'inida tashqi ishlar ministrlarining Ukrainaga yordamni texnik kuchaytirish va davomlashtirish bilan bir vaqtda Osiyo Tinch okean rayonidagi hamkorlikni kuchaytirishga qo'shilganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Rossiyaga bo'lgan maliye ve harbiy yordami Shia-da Ukraina urushining texmi uzunluğu so'zilib ketish andisini kuchaytgan. Xitoy bo'lsa uningga inkos qaytirib, Osiyo Tinch okean rayonida so'g'uq munosabatlar urushi qo'zg'ash xohishi deb ayblagan. Sharqi Turkistonning davosi yo'lida bir umr kurash qilgan pishqadam qozoq faoliyatchi, tonilgan yozuvchi Qizirbek G'ayratullo 2022 yil 4-oyning 6-kuni Istanbulda 82 yoshida vafot bo'ldi. Marhumning janoza namozi 4-oyning 7-kuni Istanbulning Otashahar O'rnak mahallasidagi Turkiston jamiasida o'qildi. Egilanishicha, marhum Turkiyaga kelgandan buyon turk millatparvarlar bilan birga Sharqi Turkiston davosi uchun xizmat qilgan bo'lib, uning 6 oydagi Qonliq kunlar nomli kitobi hujjatlik film bo'lib ishlangan. Ukraina urushida Rossiyani qo'llagan orqadan bu qarordan voz kechgan va nol Covid siyosiy sababdan krizisga duch kelgan Xitoy xato qarorning siyosiy oqibatiga duch kelmoqda. Bu nachar qarorlarning hammasi uzun yil hokimiyat yurgizish qarshisida bo'lgan prezident Xi Jinpingning taxtini tavirtidi deb qaralmoqda. Bir oydan ko'proq vaqt ilgari 2022 yillik qishliq olimpik tanarakat musobaqasi harpisida dunyodagi eng kuchli mustabid rahbar Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xi Jinping Beyjingda o'tkazilgan dog'dug'liq uchrashuv o'tkazgan edi. Türkiye Amerikaga 3 milyar 481 milyon dollar bilan tarixdagi eng yuqori birinchi fasllik eksportini amalga oshirdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika Turkiyaning tashqi setish miqdorining qimmati jihatda eng ko'p o'sgan bozor deb xotirlandi. Birinchi oydan 3-chi oygacha bo'lgan oralikda Turkiyaning Amerikaga qilgan eksporti 779 milyon 972 ming dollar oshdi. Bosh shtabi Amerikada bo'lgan va Turkiyada faoliyat olib berayotgan Amerika shirkatlari Turkiyadagi savdo faoliyatini kengaytirish bilan bir vaqtda ikki davlat birdaklik hosil qilgan 100 milliard dollarlik savdo miqdori nishoniga qarab qadam tashlamoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev ve Ermeniya bosh ministri Nikol Pashinyan bilan ayrim telefonlashib, Qarabağ to'g'risida suhbatlashdi. Egilanishicha, rahbarlar Aliyev bilan Pashinyanning 6 aprel Belgiyaning poytaxti Beryosselda o'tkazgan uchrashishning natijalarini muzokara qilgan. Qirg'iziston iqtisod va savdo ministri Daniyar Qirg'izistonning suv elektri yoshirin kuchining 150 milliard kilovat soatdan oshadiganligini mo'ljallandi. Bu yil 2-chi qatim poytaxt Bishkekda o'tkazilgan imkoniyatlik sijil energiyaga o'tish, to'siq va hal qilish chorasi mamlakatlik munbirida hukumatning quyosh energiyasini taraqqiy qildirishdagi muhim nuqtalar haqida doklad berdi. Eron Tashqi ishlar ministrligi bayonotida Amerika amaldorlariga terrorlikqa qarshi turish va kishilik huquq tafsandachiligi sababli yurgizgan jazo tizimligiga yana 24 ustunlik qo'shganligini e'lon qildi. Egilanishicha, Tehron hukumati Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabining sobiq qo'mondoni Joseph Votel, Amerikaning sobiq bosh shtab boshlig'i George William Casey va Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning advokati William Louis Julia qatorliqlarni jazo tizimligiga kirgizgan.